Ata-ana qadriga nima uchun yetmaydi? Bu dunyodan ketganda zarjig'laydi xatdaydi. Ata-ana qadriga nima uchun yetmaydi? Bu dunyodan ketganda zarjig'laydi xatdaydi. Bizni beqib cho'ng qilgan shu ota-onamiz, biz ularning qadriga endi qachon yetamiz? Bizni beqib cho'ng qilgan shu ota-onamiz, biz ularning qadriga endi qachon yetamiz? Hayat vaqtda ularning qadriga biz yetaylik, ranjitmasdan ko'nglini yaxshi beqib kutaylik. Hayat vaqtda ularning qadriga biz yetaylik, ranjitmasdan ko'nglini yaxshi beqib kutaylik. Bizni beqib cho'ng qilgan shu ota-onamiz, biz ularning qadriga endi qachon yetamiz? Bizni beqib cho'ng qilgan shu ota-onamiz, biz ularning qadriga endi qachon yetamiz? Ata-onani ko'p yig'latsang, sen balongdan ko'rsan degan tamsil bor bizda, uni bilmay yursan. Ata-onani ko'p yig'latsang, sen balongdan ko'rsan degan tamsil bor bizda, uni bilmay yursan. Bizni beqib cho'ng qilgan shu ota-onamiz, biz ularning qadriga endi qachon yetamiz? Bizni beqib cho'ng qilgan shu ota-onamiz, biz ularning qadriga endi qachon yetamiz? Bizni beqib cho'ng qilgan shu ota-onamiz, biz ularning qadriga endi qachon yetamiz?